Amerika muxbiri Sharqi Turkiston dunyo bo'yicha eng qattiq boshqariladigan rayon dedi. 20 oktyabr Amerika Birlashma Agentligi bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Amerika Birlashma Agentligi muxbirlari yaqinda Sharqi Turkistonda tekshirish elib borgan. Ular tekshirish davomida Sharqi Turkistonning hamma yerini kuzatish kameralari egallaganligi, ko'chalarda ketayotgan Uyg'urlarning tuyuqsizli telefonlari tekshirilganligi, mashinaga gaz qo'shilmoqchi bo'lgan shoferlarning kimligini tekshirtilganligi, chiroy farqlantirish uskunasidan o'tadiganligi, insonlarning har qanday kundalik turmushi Xitoyning nazar doirasidan chiqib ketolmaydiganligi qatorliqlarni ko'rib, Sharqi Turkiston dunyo bo'yicha eng qattiq boshqariladigan rayon ekan degan xulosaga kelgan. Turkiyada Sharqi Turkiston haqida bir kitob nashr qilindi. Bir fojia 40 so'z nomli kitob Turkiyada nashr qilindi. Kitob Turkiyadagi 40 universitetda o'qiyotgan o'quvchilarning Sharqi Turkiston masalasi haqida yozgan maqolalarining to'plamini o'z ichiga olgan bo'lib, kitobga Sharqiy Osiyodagi turk yurti, Sharqi Turkistonda kishilik huquq dafsandachiligi qatorliq 40 parcha maqola besilgan. Amerika bir qancha davlatni qora tizimlikka kirgizdi. 22 dekabr xabar 7 to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumatı kishilik huquq tajovuz qilgan va chiriklashgan 50 necha davlat va tashkilotni embargo yurgizish tizimligiga kirgizdi. Xabarda Amerika prezidenti Trump imzo qo'ygan mazkur embargo yurgizish buyrug'i qilingan davlatlar ichida Burma, Pokiston, O'zbekiston, Xitoy, Rossiya qatorliq 50 davlatning borligi. Embargo qarori elingan tashkilot va shaxslar ichida Burma armiyasining sobiq g'arbiy rayon qo'mondoni Mawung So'ning borligi. Mawung So o'tgan 5 yil ichida Arakan musulmonlarini irqiy qirg'in qilish, nomusiga tegish, uylariga o't qo'yish qatorliq qilmishlari sababli embargo yurgizilganligi bildirilgan. Amerika Quddusning salohiyati masalasida yolg'iz qoldi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, 21 dekabr Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashida Amerika prezidenti Trumpning Quddus qarorini tanqid qilish maqsadida hozirlangan Isroilning ishg'oliyati ostidagi Sharqiy Quddus va Tel Avivning Falastin territoriyasidagi ishg'ol faoliyatlari nomli qaror loyihasi ovoz qo'yildi. Natijada Xavfsizlik kengashidan keyin umumiy kengashga sunilgan loyiha 9 ga qarshi 128 ovoz bilan qabul qilindi. Shuning bilan prezident Trumpning 6 dekabrda Quddusni Isroilning poytaxti deb e'lon qilgan qarori yo'qqa chiqarilib, Amerika yolg'iz qoldi. Xitoy O'zbekiston bilan harbiy hamkorlik o'rnatmoqchi bo'ldi. 21 dekabr Qrim xabar agentligi bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy davlat mudofaa ministri Chang Wanchuan bilan O'zbekiston poytaxti Bishkekda uchrashib, ikki taraf bexatarlik va harbiy sohada hamkorlik o'rnatishga kelishgan.